anglash o'zlikni anglash demakdir. Shunda Alisher Navoiy shoir, rivoji uchun chuqur hissa qo'shgan insonlardan biri bo'lgan. Ona tilimizga muhabbat uning beqiyos boyligini va buyukligini anglash tuyg'usi ham bizning ongu sho'rimizga. Assalom ey anjuman ahli. Assalom ey baxtiyor avlodlarim. Hay hay ular xor. Newton saxt bo'lsa kim devonni qildi. Hosil bo'lsa bir kun Shahanshoh menga ijolat Şahım agar shohdan Hasan emas, jahon shuhudi Vodiy shijron ila shu davrda qancha odam bahramand bo'ldi. Navoiy hazratlari ishq nur hazoin ul maoni gavhar uchrashadi. Bu uchrashuv